Bugun tongda 43 yoshli fuqaro, taniqli prodyuser Ibrohim Yo'ldoshev vahshiylarcha o'ldirilgan. Gumondor voqea joyida qo'lga olindi. Nega uni o'ldirdingiz? Anjuman berishga munosabatdamiz. Falasga sarflashdi. 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo qattiq tartibli koloniyada o'tab turilsin. Chiqarilgan hukm adolatli bo'ldi deb o'ylaysizmi? Joylash. Hurmatli vazirlar, tualetga chiqib kelsam maylimi? Bunga nima bo'lgan? Tomi ketgan shekilli. Meni dushmanim o'zim al deydigan. Nima qilasan shoshma, dam olib qol deydigan. Ertaga vaqtli turasan, ertaga ulgurasan. Ertaga hammasi zo'r deb meni al deydigan. Meni dushmanim o'zim al deydigan. Sabab top beradigan, boshqalar aybdor deydigan. Ayblarimni ko'rsatmay boshqalarni yomonlaydigan. Meni dushmanim o'zimni ichimda yegan. Bolajonim. Tura qol. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Uzr Bahramjon, shu desang ertalabdan mazam qochib qoldi. Telefon qilsangiz tushardim-ku, o'zim ovora bo'lib chiqqaningizni qarang, xolajon. Senga qaymoq olib keldim. Voy. Sensiz nima qilardim? Qara. Bir dunyo dori yozib berishibdi. Butun boshlabdi ekan, sotib olsa bo'ladi. Bo'ldimi? Siz yotib turingmi, xos? Yuring, choy ichaylik oldi. Rahmat. Baraka top. Qo'ling dard ko'rmasin. Hamma ishni o'zing eplaysan. Uni ustiga juda mehribonsan. Hayronman, nega shu yoshinggacha uylanmagansan? Ты единственную не встретил. Tu единственный не встретил deb yuraverasanmi? Shu ketishingda oxirida menga uylanasan. Siz sog' bo'ling bo'ldi. Qolgan bo'lmaydi. Menga qara. Men senga 2-3 ta yosh qizlarni Instagramda topib qo'ydim. Mana qara. Buni oti Gulnora. Aqlli, chiroyli, pazanda. Buni ustiga juda kamsuqum. Ko'zini ko'kligini qara. Bo'ldi, Fatima opa. Ovqatlanaylik, men ishga kech qolaman-da. Tushunarli. Bugun kechga nima qilasan? Kechga o'rtoqlarim bilan ko'rishaman.
qachongacha o'rtoq deb yurasan, uylanadigan vaqting keldi. Hozir 1 yilda bir marta ko'rishamiz. Bekor qila olmayman-da. Dorilaringizni tayyorlab qo'ydim. Do'konlaringizga borasiz. Voy, rahmat. Baraka topgan. Qani bola, ketdik. Endi sovuq olamiz, a? Cho'pili. Kellaring. Bak. Mana bu sizga bora qoling. Qalaysiz? Yaxshi. Bo'yingiz qolsin. Xo'sh, tayyormisizlar? Mana qaranglar. Ko'rdinglar? Mana o'zi qirt hali ham tirik ekan. Bu problemani tug'ilsa bo'ladi, lekin o'shanda o'g'liga qo'shib tiqib yuborsang bo'lar ekan. O'zi o'g'li ham o'lolmay yotibdi qamoqda. Bo'ldi endi. Biz bu uchun kelganimiz yo'q-ku, bolalar bu yoqqa. To'g'ri aytasan. Sani bo'lsa, ko'rmaganimga ham 1 yil bo'libdi. Lekin hali ham o'sha. Kalla boramsan. Qarini, qarab. Hozir bitta fokus qilib birini yeta oladigan qilib qo'yaman. Bo'ldi qilaringni. 1 2 3. Hoppala o'rtoq sobiq kapitan. Rus Komila bilan gaplashdingmi? Uni bugun ham sirtga chiqishi bor ekan. Yana xavfli nomer. O'sha yaxshi emas-ey. Jaz? Sen nechimsan? U nimadir rejalashtirayotganga o'xshyapti. Misol uchun nimani? Bilmadim, lekin meni asabimga tegayapti. Balki o'zga sayoralidir. Yoki mas'ullarmikin, ha? Qislaringni. Gloria Isaac. Qasamyod qilamiz. Doim birga bo'lamiz. Nima bo'lishi taqating nazar. Hey, og'irmiyi? To'rmizmisan? Hozir turding bu yerdan deyapsan. Ha, uy, o'zi. Alo, assalomu alaykum. Voy, e'lon bo'yicha telefon qildim. Eshitaman. Menga srochnik kabinetga qo'yish kerak. Men sal chetroqda edim. Uzoqdaman-da. Yo'q. Yemaksiz o'lib qolaman. Dorilarim o'zimda bor. Adresingizni SMS qilib yuborish iloji bor-a? Kimdir bormi? Kiravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, ozgincha masam yo'q edi. Shuning uchun maskadaman. Yo'q, hech qisi yo'q. Dorilar. Faqat sekinroq. Men ukoldan juda ham qo'rqaman. Xo'p.
Os. Kechirasiz. Rostdan ham ukoldan qo'rqaman. Chiqsam. Endi anaqa ozgincha dam olib turingsiz. Suv quyib yuborasizmi? O'zingizdan biror narsa qo'yib iching. Vino ichmaysizmi? Yo'q, men vino ichmayman. Qanaqa vinoligini ko'ring oldin. So'kish uraman. Qarang, pardalarni yopib olmaysizmi? Mana kimdir kuzatayotgandek tuyulyapti. Telefonim spalniyada qolibdi. Olib chiqib bering, iltimos. Men Tuxol akammi? Uzr, xo'jayinim suv to'kib yuboruvdilar-da. Rahmat. Oyog'ingiz ho'l bo'ldi. Ana shu shkafda yangi noskilar bor. Birortasini olib kiyib ola qoling. Apamni yo'lda ketayotgan ekanda. Yo'l ichida gay to'xtatibdi uni. Eshikda ketayotganda. To'xtang, afandim desa. Yo'q, meni tormozim ishlamaydi deb yana dash ketayotgan. Qalay, soqqani qildingizmi? Pul muhim emas bu dunyoda. Savobish ham qilib turish kerak. Ana qo'y. Yo'q, xudoyim. Qanday yo'q ko'ngil inson. Mana. Gapni ham olib qochding-da. Savob uchun kampir-sog'larni punjiga kirasan. Keyin kvartiralarni nomiga o'tkazib olasan. Ora-ora takoyani ko'ngillarini ham ushlab tursang kerak-a? Jinnimisan. Bu axir to'ylangan reja yo'q. Ay, ol bo'ldi. Chotki. Yemadi. Sichqoq, boshqa katta bu. Mana emas. San kaka qilib qo'yding. Keting tegini qarachi. Qanaqa qilding? Malades lekin. Bunisi nima bo'pti? Hali shunaqa trik o'ylab topamanki, butun dunyo hayratda qoladi. Voy. Lekin buni sirini eng zo'r fokusniklar ham topa olmaydi. Anuchi, ochkari. Gari Potter. Hatto kuyam. Tinchlikmi? Bemoring o'ta og'ir ekanmi? G'alati bo'ldi. Xullas bitta qiz. Vo. Shu joyini podrobno gapirib bersangiz. Qanaqa qiz? To'y qachon? Sen bo'lishing kerak edi o'sha yerda o'zi. Ya, u anekdot hech narsa emas, men boshqasini aytaman. Вообще zo'r. Hammaga salom, rебята. Не скучали? Qalisa. Qalisan? Voy, sog'inmadingmi? Tur. Namchi qolib ketding. O'lib qoldingmi? Endi bo'yloq o'tdim. O'la so'q niyating bo'lsa sani. Ko'rganda xursandman seni. Yaxshimisan? Keldingmi? Qalisa? Salom. Yaxshimisan? Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi-da. Ancha bo'ldi-da. Sen
Yana hamma narsani nima kiyim kiyganingizcha biladigan yashirin hukumat bor. Qoningda chip borligini bilarmiding? Teoriya zagovora. Kullaring. Zato meni kuzatish juda qiyin. Chunki men qonimni tez almashtirib turaman. Tushunarlimi? Aka, valizingga jon tashab qo'ying, iltimos. Qancha qoldi aka? Kelib qoldik. Sideniyaning orqasida suv bor. Ichib ol. Rahmat aka. Fatima opa uxlagani berasizmi? Karim Bahrom Baxtiyorovich, siz odam o'ldirganlikda gumonlanyapsiz. Gapirmaslik haqqingiz bor. Nima? Men hech Har bir so'zingiz sudda o'zingizga qarshi ishlatilishi. So'roq paytida advokat bilan ta'minlanasiz. Agar advokat xizmatini to'lashga qurbingiz yetmasa, davlat sizga advokat yollaydi. Huquqlaringizni tushundingizmi? Asl nima? Aka. Oling qo'lingizni. Bahrom Baxtiyorovich. Sizni bu yoqqa nimaga olib kelganimizni tushunayotgandirsiz? Men aytdim-ku aka sizga adashyapsizlar. Men qilganim yo'q bu narsani. Aybingizni tan olishdan boshqa ilojingiz yo'q. Chunki o'lgan ayolning kvartirasini hamma yoqda sizni barmoq izlaringiz. Uyingizda, o'zingizda uni qon dog'lari, uni tirnoq ostlarida esa sizni DNKingiz aniqlandi. Bu qo'lingizdagi tirnoq izlari ham yangi menimcha. Men yana aytaman aka, menga telefon keldi, bordim, kapelnitsani qo'ydim, keyin qo'rqqandan o'zi baqirib yubordim. Keling siz bilan boshdan bir narsaga kelishib olsak, ruxsatingiz bilan. Agar tergov paytida biz bilan hamkorlik qilsangiz, jazoni biroz yengillashtirishimiz mumkin. Men qilmaganman bu narsani aka. Timur Saidovich, sizni so'rashayotganda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Sanjar. 7-bo'limda ishlaganman, sobiq kapitan. Xo'sh, xizmat. Do'stimni qamoqqa olibsizlar deb eshitdim. Uni advokati so'roq qilayotgan ekansiz. Buning noqonuniy ekanligini o'zi yaxshi bilasiz-ku. Karimov to'g'risida gapiryapsiz. Sanjarbek, do'stingiz juda og'ir ahvolda hozir. Barcha dalillar unga qarshi. O'zingiz tushunib turibsiz. Maksimal muddatga kesilishi mumkin. U bu ishlarni qilmaganining dalili bor. O'sha kecha u biz bilan edi. Agar marhumaning o'lim vaqtini taqqoslaydigan bo'lsangiz, biz hammasini tekshirib ko'rdik. Hammasi unga qarshi. Bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, u bilan gaplashing, hamkorlik qilsin, o'ziga yaxshi bo'ladi. Ishim ko'p, uzr. Suvga uxlatuvchi dori qo'shib berilgan stakanda ayblanuvchini DNKsi aniqlangan. Undan tashqari marhuma qarshilik ko'rsatgan joyda
Kravatning yonida prezervativ topilgan. Unda ham ayblanuvchining barmoq izlari bor. Shuningdek, Bahan aybi-yu. Kim o'ldirgan bo'lsa o'shani to'playlik. Ishlamaysanlarmi? Saldam qaring. Och o'zim chiqaman. shu videoda sudlanuvchining kvartiraga kirib ketayotgani, taxminan o'sha yerda 1 soat davomida bo'lgani aniq ko'rsatilgan. Yil avval tibbiyot institutiga topshirgandim. Odamlarga yordam berish uchun. Men hech qachon hech kimni og'ir ahvolda qoldirmaganman. O yaxshi yigit. Qamamanglar uni. Tartib saqlansin. Adolatdan emas, meni aybim yo'q. Karimov Bahrom Baxtiyorovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi va 138-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. B. Karimovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalari tartibida jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo qattiq tartibli koloniyada o'tatilsin. Endi nima qilamiz? Bo'ldi. Sudda to'xta. To'qson yetti 138 joyini ko'rsatib yuboringlar. Sizlar ham Bahrom Aybiyov demoqchimisizlar? Hamma dalillar unga qarshi. Jinoyatchilikning oqibati nima bo'lishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Aybsiz serialini ITV ilovasida tomosha qiling.